Klapini ko'ryapsiz a? Bitta klapin, ikkita, uchta. Asosan uchtasi kuygan, lekin bu tomonlarda ham bor. Buni o'zi ziboriy holatda almashtirib yuboramiz. Xudo xolasa, mashinamiz Gentra, katta bolalarning mashinasi. Klapin kuyish holati bilan kelgan mashinani ertaman qabul qilib olgan edik. Yana shu o'rinda Matishchi akalarimizga ham kerakli video bo'lib qoladi. Xudo xolasa, bir fakt ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana uni ko'ringda. Mana yangi sharovoy. Mashinani tormoz bosganingizda, qo'zg'alganingizda bir ajoyib qarsillagan ovoz eshitilaveradi. Mana shu joyga ham e'tibor berib qo'yishlik kerak bo'ladi. Mana qarang, hattoki sharovoyda temirigacha yevorgan. Mayta naklatkasi, ya'ni rezinkasi yeyilib ketib qolmadi. Yangisini holati. Farqini bilishlik uchun ko'rsatyapman. Keyin mana bu joyiga ham e'tibor berib qo'yishlik kerak bo'ladi. Svarka qilingan, uje treshina tushgan. Endi yangisini hozir ko'rsataysam, nari tomonda reklama qog'ozi bor ekan, mumkin emas. Yangi qilib almashtirib beryapmiz. Mana hozir o'rnini ham ko'rsataman, ko'rsangiz. Mashina tormoz bosganda va qo'zg'alganda mana bu holatda mana yeb tashlagan, ko'ryapsizmi? Mana ahvolni qarang, kirib ketgan ichiga. Shunaqangi joylarga e'tibor berib qo'yishlik kerak bo'ladi. Bu yoqda to'g'risi Instagramda beri savollar kelyapti, juda ko'piga e'tibor bera olmayapmiz. Ukam qarab turadi savollarga yoki iliq fikrda ayniqsa juda ham ko'p javoblar kelyapti. Usta baraka toping, malades bosing deb juda ko'p iliq fikrlar kelyapti. Iliq fikrlarga ukam o'zi javob berib turadi, lekin savollarga ukam javob bera olmaydi. Ukamning professiyasi bu sohada emas, o'qishda asosan. Ukam qarab turadi. Bu yoqda ishlarimiz juda ham ko'p. Nexia 3 ga pompa almashtiryapmiz. Damas klapini negrovka qilish uchun olib qo'yganmiz. Nexia'mizning motori davom etyapti. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lib qolsa, bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Doim aloqadamiz, xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.